Akşamda okuduk. Akşam namazını okuduk inşallah. Yaşından ama yaşından 10 santim ko'taryapti. Hozir bütün shunga Mana shundan bo'ladi? lazer ashundan Mana shundan bo'ladi? 10 santim tevada bo'ladi. Biton bu. Ha. Mayli. Hozir o'shitga bo'ladigan bo'lsam zasipga, pasipga, uni atmosfera bilan undan olib qo'lyapti-da. Undan shunday ko'tariladi. 10 santimetr. Atmosfera metrgacha kelsa ham 15 santim, 20 santim balandroq bo'ladi. To'g'ri. Shundan 10 santim ko'taradi. Bo'ldi endi. Ulardan metka qildingizlar-da? Ha, unga ham metka qildik. Bo'ldi. Shuni 10 santim ko'tarib kilometrga. Maqsad og'ini qo'li bo'lsa, xudo xolisa 60 talik apparat olib kelamiz. Biraz bo'ldi. 60 talik toplaydik. 60 talik. Endi olacağım. Bunu burchakka olamiz. Burchakcha shunga tayyorlaymiz. Zerikmedingmi? Zerikmedingmi? Yo'q, yer ishlayapti. Men bari beri bu kunusda yotib o'tirmay. Kanamız oldu. Bişekten bir yer yaxşıda var mı? Az bişek tamam boya qilgan deb qilsiq. Şaqın tartib. Suv qo'y, namoz o'qi. Shu bişek ketkishi namozga yurib ketib o'tadi. Namozdan qo'rqadi. Bu abdiyaklar benim. Qo'rqov. Ha, beja qo'rqadi. Qo'rqsa o'qi ketadi. Hatta. Qarangda endi qanday ko'rinadi endi. Ertang tartamiz. Ertang tartamiz. Jetav ekan? Boshliq aç ventildi. Şu qarab turib açat hozir. Ya bu yoqda davo bor ekan, shularni daha kerakmi? Yo'q, mana yo'q, qo'shilganlar. Daha kerak. Tartib. Bo'ldi. Ketdi suv. Mayli. Boshqa ishlarimiz yo'qmi? Tayrat al. Sıra namaza yürüyün de. Ko'tar o'zi. Olib kelib beray endi. Albastaga qo'yib.